Samarqand viloyati Urgut tumanida joylashgan Chorchinor oromgohida ham O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasining hududiy telestansiyalari vakillari uchun chet ellik trenerlar ishtirokida mahorat darslari boshlandi. Bu haqda muxbirimiz xabar beradi. Samarqand viloyati Urgut tog'i yonbag'illari yer sathidan 2900 metr balandlikda joylashgan oromgoh. Biz esa birinchi kun tafsilotlarini birgalikda o'rganishga harakat qilamiz. Badan tarbiya mashqlari 100 ga yaqin yoshlar uchun erta tong shu tariqa boshlandi. Biz esa respublikamizning turli hududlaridan kelgan yosh jurnalist va texnik xodimlarni taassurotlarini bilishga oshiqdik. Tong ajoyib, ayniqsa mana bunday toza havo tog'ning bag'rida ertalabdan badan tarbiya bilan shug'ullanyapmiz. Bizning kayfiyatimizni ko'tardi. Kayfiyatlar juda ham a'lo darajada, to'g'risi bunaqa bo'lishini kutmagandik va bu bizga juda ham foydali. Bugungi tong har kungidan boshqacha boshlandi biz uchun. Toza havo, tog'lar orasidagi joylashgan mana bu oromgoh bizga o'zgacha bir kuch bag'ishladi. Bu yerda baravariga bir nechta seminarlar o'z ishini boshladi. Yoshlar studiyasi a'zolari uchun mo'ljallangan trening esa interfaol usulda o'tkazildi. Osmo kameralari bo'yicha o'tkazilayotgan biz yoshlar studiyasi a'zolariga ushbu seminar 3-bosqich sanaladi va ushbu seminarimizni boshqalariga nisbatan juda ham farqi katta, chunki bu ko'rib turganingizdek tog' bag'rida bo'lib o'tyapti. Jahon standartiga javob bera oladigan ijtimoiy roliklarni tayyorlash masalalariga qaratilgan trening ham yozgi oromgoh seminarlar ketma-ketligidan o'rin egalladi. Unda avstraliyalik mutaxassis Ludovik Peto o'z tajribasi bilan o'rtoqlashmoqda. Shuningdek, media oromgoh dasturidan bolalar jurnalistikasini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar ham o'rin olgan. Bugungi seminarda O'zbekistonning eng kreativ a'zolari ishtirok etmoqda desam adashmagan bo'laman. O'tkazilayotgan seminarning ikkita asosiy maqsadi bor. Birinchidan bolalar hayotiga oid ijtimoiy media loyihalarini yaratish, ikkinchidan esa bolalar teledasturlarini yanada rivojlantirib, sifatini yaxshilashdir. Germaniyalik mutaxassis Birgit Witzel xonim ishtirokidagi seminar xuddi shunday kayfiyatda boshlandi. Bu yerda axborot yangiliklarini tayyorlaydigan ijodkorlar yangi bilimlarni o'rganishga shay. Jurnalist boryapti-da, ikkinchi joyda o'rganyapti. Shuni o'zi taqqoslashdi. Zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holatda yangicha uslubdagi media mahsulotlarini tayyorlashga qaratilgan seminar ko'rib turganingizdek qizg'in bo'lib o'tmoqda. Biz esa ishtirokchilardan birini suhbatga chorlaymiz. Demak, Gulzira, aytingchi, seminar qanday o'tmoqda? Ajoyib tarzda o'tmoqda. Bunday seminar treninglarda ilk marta qatnashishim shu sababli menda juda ham katta taassurot qoldirdi. Ayniqsa shu muxbirlikda boshlaganimdan beri bunaqa tahliliy mavzudagi mahsulotlar yaratmagandim. O'ylaymizki, keyinchalik bu o'rganganlarimizni o'zimiz viloyatda qo'llab ajoyib mahsulotlar yaratamiz. Seminarlarning birinchi kuni nazariy bilimlarga boy o'tgan bo'lsa, ikkinchi kunida esa amaliy mashg'ulotlarga urg'u qaratiladi. Demak, eng qizig'i hali oldinda. Dasturlarimizni kuzatib borsangiz, bunga o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Hadiya Abdullayeva, Ilhom Makamov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.